Assalomu alaykum, hurmatli Prezidentim Shavkat Miromonovich. Hayit bayramlaringiz muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa baxtimizga sog'-omon bo'ling. Yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin. Sizdek buyuk Prezidentimiz sog'-omon bo'lsin, bizlarni baxtimizga. Hurmatli Prezidentim, sizdan bir iltimosim, mana hayit kuni men sizga murojaat yo'llayapman. Mana men hayit kuni ko'chada yotibman. Hurmatli Prezidentim, men qiynalib ketdim, mana 2 oydan oshib ketdi. Ko'chada yotibman. Sizdan iltimos, mana ishonmasangiz mana ko'ring, mana bir faqatgina meni mana uyimni mana raqami qoldi mana. Mana uyimni raqami. Qorayog'och Mefi Mehnatash ko'chasi 3-uy. Sizdan iltimos, hurmatli Prezidentim Shavkat Miromonovich Hoji ota, sizdan iltimos, menga amaliy yordam bering. Men qiynalib ketdim. Mana men Amuzang kanalda Surxondaryo viloyatidagi Jarqo'rg'on tumani Amuzang kanal muhofaza zonasida yashayman. Lekin 17 yildan beri yashab kelgan uy joyimda mana Qurbonov Sayfulla Fayzullayevich, Qurbonov Sherzod, Fayzullayev Anvar fermer, mana bular Qurbonov Dilmurod, Qurbonov Ne'mat, Qurbonov olimlar. Mana bular hammasi to'dab kelib meni uyimni buzishdi, mana uyimni joyiga mana makka ekib qo'ydi mana. Mana bu uyimni orqasidan o'tgan zavur mana. Bu zavurni nari cheti mana meni uyim edi. Men nima qilay? Mana hozir ko'chada yotibman mana. Mana bu yoqdan ham ko'cha o'tgan, mana ko'prik, sariq mana ko'prik. Ko'prikdan bunday tushib mana bu yoqqa yo'l o'tgan, chang. Mana bu tomonga qarab o'tadi mana kanalni chetidan yo'l. Safsim, men bu yerda yota olmayapman. Qiynalib ketdim, hurmatli Prezidentim, sizdan iltimos. Bir faqir fuqarongizga bir yordam bering. Konstitutsiyaviy qonunlaringiz qayerda qoldi? Nimaga bajarilmaydi? Nimaga bunchalar bizni Surxondaryomiz poraxo'r bo'lib ketdi rahbarlari? Nimaga hammasiga arza qildim? Qo'limda damoyim bo'lsa, identifikatsiya raqamim bo'lsa, shartnomam bo'lsa, sud qarori bo'lsa, sud qarorida menga yer ajratib berilgan bo'lsa, 2019-yil chiqarilgan sud qarori, nimaga ijrosi ta'minlanmaydi? Nimaga boyvachchalar uchun ijro ta'minlanadi, ijro qilinadi, men uchun bo'lmaydi? Nima kambag'al o'lish kerakmi? Kambag'al o'lish kerak bo'lsa, iltimos, Prezidentim, birinchi bo'lib siz oddiy fuqarolarni otib tashlang, o'lib ketsin, qirilib. Nima qilasizlar bunday qilib qiynab oddiy fuqarolarni? Sizdan iltimos, hurmatli Prezidentim, menga amaliy yordam bering. Qonun doirasida o'zingiz kelib kerak bo'lsa ko'rib, kim yolg'onchi, kim haqgo'y biling, ko'ring. Rahbarlarni qandayligini ham biling. Iltimos sizdan, menga tinchlik ham yo'q bu yog'i. Meni telefon nomerim 93lik 084 14 87. Bu changda yotish bo'ladimi? Iltimos sizdan.